Birpas shoshma. Tokyo Drift. Sen kimsan o'zi? Bu echki sog'uvchi. Qo'rqma. Urush uchun kelmadim. Unda nega bu yerga kelding? Va nega Shedovni ozod qilding? Hozirlashyapsizmi? Shundoq ham zaifroq tipratgan yetib ortayotganda. Doktorni bunga aloqasi yo'q. Buni isbotlayman. Iltimos, qisqichbaqaga marhamat. Endi qani qaytdik. La Ultima Pension. Men boshqasini sevib qoldim. Usmoviy.com sayti uchun maxsus tayyorlandi. Lekin kimni, Gabriella? U kim ekanini menga ayt. Egizak akam Pablomi? Pablo. Bastardo. Buenos días, hermano. Yo'q! Bu senga dars bo'ladi, Xvan. Oila. Bu seni tashlab ketadigan, xiyonat qiladigan va yig'latadigan bombali maydon. Alamingdan to'rt yeysan. Bu esa ko'p miqdorda yog' to'qimasini hosil qiladi. Ba'zi bag'ritosh insonlar buni quyidagicha ta'riflaydi. Erkakcha ko'krak. Doktor, mehmonlar keldi. Rostdanmi? O'zimni qo'rqinchli tush ko'rayotgandek his qildim. Dunyodagi yagona men ishongan inson eng katta dushmanlarim bilan paydo bo'ldi. Men esa semiz qornimni o'ynab o'tiribman. Kechiring, sir. Ishonish qiyin. Egmont tirikmi? Bunchalik yomon ahvolda ko'rmagandik. Sizlarni nima deb o'ylashingizga tupurgan holda mana shu ko'rinishga keldim. Xo'sh, gapingiz bormi? Sir, hozir ancha kattaroq muammoga duch keldik. Bo'lsa bordir. Texnologiyalaringizdan qaysidir xoin foydalanyapti. Xoin? Bu bo'lishi nima? Yo'q. Mening aziz uskunalarim birovlar qo'lida. Kimni qidirayotgan bo'lsa ham bu la'nat kimsalar meni shaxsiyatimni va tuxumli bo'linmamdan qimmatli uskunalarni o'g'irladi. Jin ursin ularni. Obbo. Tez orada senlarni kulingni ko'kka sovuraman. Chiroyli gapirdimi? Endi dramatik serialda keskin burilish payti keldi. Bu yerda Pablo o'zining xivanini oshkor qiladi. Men esa har bir dronni energiya tebranishlarining aniq koordinatalarini solishtirish orqali ularni soxta qahramonlarning operatsiya bazasiga qadar kuzatishim mumkin. U joy esa taxminan mana shu Buni yerda. aytishni istamagandim, lekin menimcha u bilan dushmanimiz bir. Shoshma. Esini yegan olim bilan bir jamoada bo'lishni tavsiya qilyapsanmi? Tulkini gapida jon bor. Bu sirli va qudratli tipratikanni bilib olishning yagona yo'li bo'lishi mumkin. Gapim tushunarlimi? Mayli tuxumbosh. Buni aytish qiyin bo'lsa-da, menimcha endi bir jamoamiz. Faqat bitta sharti bor. Obbo, juda haddingni oshib ketding. Mayli. Qani boshladik. Занято. Ay, Jinursan, menga qara. Menga boshqa kiyim kerak. 76-yildagi Elvinsni tasavvur qil. Borib olib kel. Tezda. Lekin sir, kerakli mato yo'q. Endi bor. Hoppa.
Mariyaning buyumlari. Hey! Bu taqiqlangan hudud. Hammasi yaxshi. U professorning nevarasi. Unga hamma narsa mumkin. Xush kelibsan, Mariya. Men kapitan Voltersman. Xonam qayerdaligini bilasizmi? Ha, zal bo'ylab to'g'riga keyin unga o'z uyingdagidek his qil. Lekin roliklarga hojat yo'q, xo'pmi? Yaxshi.